bug'ini ot deb ko'rsatmak. Ammo sendan bir savol so'ray. Kul qiz bir yerga borganda nemaga o'tirib boradi? Ot arvisiga. To'g'ri, amsa Rojdestvo bo'vaychu. Omo ot arvisiga o'tirdi. Acaba to'g'ri emasmi? Bug'i qatqan arviga o'tirdi. Hammasi to'tputli hayvon emasmi? Ilmo kala harvisi demiding? Voy, kala, ot, eshak, bug'a deganlarning hammasi o'xshaydi ekan. Ular urug'tiqan emas-ku. Bug'ini ot deb ko'rsatmak degan mushu-shuda. Davatqining idiommi? Shundoq. Bu noyt uzun yillar ilgari yuz bergan bir hikoya. Çin sulalısının vəziri Javgav to'liq qarniyat bo'lib, kun bo'yi xalqni tatib olishni o'ylaydi ekan. Orada manga bo'ysunadiganlar zodi qanchalik? Manga qarshi turadiganlar-chi? Kunda mushundaq ansirabli yurishmi yaxshi ish emaskan. To'g'ri. Yüz abroyimning zodi qanchalikligini bir sinab baqay. Shu chaqdala kimlarning menga qarshi turadiganligini bilalayman. Bir kuni xon amaldorlarni qabul qilibdi. Alileri, sizga bir esil ot elib keldim. Bu qandaqsiga ot bo'ladi? Bu aniqli bir bug'u. Alileri, qaraganda so'g'amni yoqtirmabdi-da. Vazirim, xatolashdingiz. Bu bir bug'u tursa, nima deb ot deysiz? Alileri, obdara qarsala. Mushundaq esil tulparnimi toniyanmidilama? Otning mingizi bo'lmaydigan tursa. Alileri, menga ishonmasizlar, har qaysi vazirlardan so'rab baqsizlar amisi. O'zada nima shu ketdi? Emasmi? Odamni ahmoq bo'lganligi aniqla turmadi. Bug'ini tulparlaydi-ku. Shu emasmi? 3 yoshlik bolami ot bilan bug'ini farqlantira oladi. O'qimishli bir odamning bunda xatolikni sodir qilishi qiziq-da. Yolg'on aytsam, vijdonimga yuz kelanmayman. To'g'risini aytsam, Javgavning ziyonkashlik qilishidan qo'rqaman. Bu aniqli bir bug'u turmamdi. Hay. Alileri, bu aniqli bir bug'a. Alileri, bu aniqla bir tulparga. Bug'udimi haqqa qarshi bo'ladi ekan, ha? Ammo ba'zilar oqqorni ostin-ustin qilib, bug'ini ot deb ko'rsatdi. Shuningdan keyin Javgav har xil vositalarni qo'llanib, o'ziga itoat qilmagan haqqoniy vazirlarni bir-birlab jazolabdi. Hatto butun oilasidagilarni qirib tashlabdi. Chin sulolasining podshohi bek zolim bo'lg'achqa, boshqalarning noroziligini qo'zg'abdi. Berigar qarniyat kishilar borgan sari ko'payib ketibdi. Kichik do'stlar, endi tushungansizlar, bug'ini ot deb ko'rsatmak degan bu ibora mana mushu hikoyadan kelgan bo'lib, ma'nisi haq-nohni ostin-ustin qilib, oxini qorni oq qilib ko'rsatmak deganlikdir. Do'stlar, sizlar bunday qilmishdan qat'iy saqlaninglar bo'lamdi.